Xudo xohlasa mana kunlik ertaman har kun ertaman bugungi holatda nima kutyapman shular haqida qisqacha video qilib boryapman. Boshqalarga bir manfaatli bo'ladi degan umidda va misol uchun yangi boshlayotganlar ham mana shu analizni ko'rib nima sababdan analiz qilayotganligimni ham atayin misol uchun ochiqlab ketyapman. Ya'ni bu yerda mana bor, mana likvid oldi, endi tevaga ketishi mumkin, bu yerda FVG bor, qarshilik bu yerdan tushishi mumkin. Nima uchun? Ya'ni maqsad, bu yerdagi maqsad asosan shu ko'pchilik menga yozadi, ya'ni ko'pchilik yozyapti. Men shu sohada 1 yil, 1,5 yildan beri borman, bitta ikkita kurs o'qidim, lekin bozorda ochgan paytimda bozorni analiz qilolmayapman degan savollar ko'p keladi. Shu narsani oxiri qaror qildimki, kunlik qarash qilib borsa va ana shu insonlar ham ko'rsa bu narsani, nima sababdan analiz qilib, nima sababdan bu yerdan yuqori ketishini yoki bu yerdan yuqoridan pastga korreksiya qilishligini sabablargacha aytib ketyapmiz. Ularga bir foydali bo'ladi degan maqsadda. Endi yangi boshlayotganlar uchun bir ilm bo'lib qoladi degan maqsadda shu narsalarni qilyapmiz. Xudo xohlasa endi davomli bo'lishini so'raymiz va foydali bo'layotgan bo'lsa, sizlardan arzimagan shu like bir, ya'ni unga bir haq ham to'lamaysiz, bu pulingiz ham ketmaydi. Nima uchun u like desa, shunchaki insonda ya'ni shuncha vaqt ketkazib 3 minut 4 minutli video tashlanyapti. 3-4 ta like bo'lsa, demak ko'pchilikka foydasi yo'q ekanda degan narsa kelib qolishi mumkin-da. Arzimagan likelarni bosib bir podpishka qilib tursangiz, shu narsani davomiy qilib olib borishga harakat qilaman. Kunlik bozordagi holatni birgalikda aniqlab ketamiz. O'xshamay qolsa, nima sababdan o'xshamaydi deb turib birgalikda nima tekshirib chiqamiz. Qayerda xato qildik? O'xshab qolsa, demak mana shu sabablarga ko'ra qildik, o'xshadi. Demak, daftarga yozib qo'ysak, bu bitta ilm bo'lib qoladi. Hop, demak, ana shunda ham aytdik, ya'ni ertamanga analizni ham aytdik. Bu yerdan yana bo'lishlikka qiziqamiz. Birinchisi mana bu, ya'ni 109 ming. Ikkinchisi shu full filgacha chiqishimiz mumkin, ya'ni 111 ming dollargacha. Shuning uchun hozirgi holat shu FVG 05 da ekanmiz. Mabodo siz ertaman olgan ko'ylaringiz bo'lsa, undan keyin ko'p ko'ylar tashladim 5-6 ta. Hammasi o'sdi. Endi ayrimlari limitga tushmadi, ayrimlari o'sha limitdan berilgan yurdi. Ya'ni 5-6% yurdi. Deylik siz 1000 dollarga olganmisiz, 1000 dollarga. Deylik 5% yurdi, mana 5% yurdi, 50 dollar foydadasiz deganda, 50 dollar foydani soting yoki bo'lmasa 30%ni soting, ya'ni 300 dollarini soting. Qolgani tursin. Nima uchun desa, mabodo bu yana yurib ketishi mumkin bo'ladi. Sotgan pulingiz naqdda tursin. Bu yana korreksiya qilib, mana bu joyda likvid qoldirib, FVG qoldiryapti edi. Ana shu joylarga tushib bersa, yana shu sotgan pulingizga bu yerdan qo'shib olsangiz, keyingi yurishda siz xudo xohlasa ko'proq foyda qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir qisman foydani oladigan joydamiz. Ya'ni USD dominansiyasi ham aytdik. Bu yerdan tak. Oshib olsinda. USDT dominansi ham aytdikki, mana bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, paklashini bo'lgan, bu yerda likvidlar olingan, mana o'sha chizganib turibdi ertaman. Likvidlar olingan, paklashini bo'lgan, pastda likvidlar qolgan, FVG gacha tushishligi, ya'ni 5% gacha, undan keyin to'g'ri to'xtadi, ya'ni FVG full filgacha tushishi mumkin. Bu yerdan reaksiya bersa berdi, bermasa demak pastroqqa yana 480, 470, 460 qilib tushib ketamiz dedik. Ya'ni mana shu holat, hozirgi holat mana FVG 05 dami, yuqorida mana likvid bor, mana bu likvid. Shu yerda reaksiya berib, bu likvidni olib, keyin tushib ketishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun qisman foydani yechib tursak, keyin yana bir bu ko'tarilgan paytda altcoinlarimiz yana bir tushib beradi. Yana support zonalariga kelgan paytda biz bemalol savdoga kirib olsak bo'ladi. Ya'ni bu foyda yechganlar uchun. Hali bozorga kirmaganlar esa endi biroz sabr qilib turishimiz kerak. Ya'ni bizda Bitcoin bo'lsin, misol uchun yoki bo'lmasam Ethereum altcoinlar bo'lsin, mana nima qilyapti? Yuqorida mana bir marta likvidni olib, pastga korreksiya qilmoqchi. Korreksiya qayergacha? Shu likvidlarni olgandan keyin mana bu order bloklar bor, 1 soatlikda, yana shu joylarga tushib keyin yurishi mumkin bo'ladi. Ertaman savdodan qolib ketdim deb hozir azart bilan bozorga kirib olmasdan sabr qilishni ham o'rgansak, ya'ni hozir azart bilan bozorga kirib olsak, bu nima bo'ladi? Korreksiya qilib olsa, yana bizda
minusga ketadi, bizda qo'rquv bo'ladi, keyin biz yana buni sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Bozor har doim imkon bergan, mana imkon berib kelyapti. Shuning uchun savdodan qisqa o'sishlikdan qolib ketdingizmi, azart qilib, bozorga jahl qilib, bir pasda full bilan kirib olib, cho'qqisda qolib ketishlikni odat qilmasligimiz kerak bo'ladi. Shu asosan efirda ham mana ahamiyat bersak, efirda ham misol uchun likvidlar olindi, qarshilikdamiz. Hozir likvid olgandan keyin 1 soatda agar pastga tushyapti, bu mabodo paglishini berib olsa, keyin bu yana biroz tevaga korreksiya qilib, shu bilan yana pastroqqa, ya'ni mana bu PVG gacha yoki mana bu joylargacha order blokgacha, ya'ni bu 3800 va bundan tashqari 3770 larga ham to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Hozir qisman foydani oladigan joydamiz. Foydada bo'lsani qisman foydani olishni maslahat beraman. Foydada emas, hali bozor kirmagan bo'lsa, sabr qilishlikni maslahat beraman. Qisqacha bozor shu, ya'ni boshqa o'zgarish yo'q.